Hyundai Santa Fe eng fulidan bitta ko'rsataman. Kaligraf komplektatsiyasi. Bundan o'tadigan fuli yo'q. Rangini ham qaranglar. Aytib bo'lmaydigan rangdan ekanda, tilla qo'ng'iz rang deyshadi. Buni Continental. Narxini boshida aytib o'tib ketaman. Narxini aytmabsan deb to'polon qilish yo'q. 38 ming bilan CIP O'zbekistonga dastavka qilib yetkazib beramiz. Yoqilg'i turi gibrid, elektr plus benzin bo'ladi. Mana shu bo'ladi. Sizlarga aytayotgan mashinam bitta zapravka bilan salkam 1000 kilometrga atrofida yuradi. Qachon zapravka qilganingiz ham esingizdan chiqib ketadi-da. Salonni bitta qaraymiz mashinani. 360 largacha ham bor. Diskasini qaranglar. Eng fullarida 20 lik disk ishlatadi. 255 ga 45 20 lik o'zini saka diskasi juda ham chiroyli ishlab chiqarildi. 2023-yildan boshlab o'zgardi. Oldi murdalari ham, mashinani oldi, orqalari ham ancha o'zgardi, lekin boshida ko'nikib olish qiyin bo'ldi. Ko'zimiz o'rganishi yo'q. Yonboshdan ko'rsanglar, xuddi bir Range Roverlarga o'xshab chiqqan mashina. Rangiga lekin beshbaho. Rasmga tushadigan ranglar ekanda, rangi ham ko'rsanglar. Bir marta qaragan odam yana bir marta qaragisi keladi bu rangni olib. Minsangiz mahallangizni shunday to'ldirib qo'yadi mashina aka, ishonavering. Qani endi mashinaning ichini bir sayohat qilaylikcha. Bismillah. Eshikni ochishingizga roli ko'tarilib, sidiniyasi orqaga surilib, keling xo'jayin deb kutib oladi. Xo'p, eshigidan boshlaydigan bo'lsak, qora emas, bu o'zining rangiga moslangan. Xo'p, eshigini ochishkalari ham to'q jigarrangga tortib ketadi. To'q jigarrangga, xo'p, maloshniy kombinatsiyada taxta material. Xo'p, sidiniya saqlangan rejimlari bor, ko'ryapsizlar. Elektronli, hamma yo'q, polni elektronli. Ichlarini qaranglar. Samolyot bo'lib yotibdi. 25-yildan boshlab mashinalari K8, EV3 shunga o'xshagan mashinalari polni roli shunaqa. Eng fullarda mana shunaqa ishlab chiqaryapti. Grangerlarda ham rollari. Qaranglar buni ichimiz. Hadi bismillah. O'tirishimizga ichini bejirimligini qarang. Bir odamga bir boshqacha bir kayfiyat beradi-da. Saloni ham qarang. Yop-yorug'da, odamni me'dasiga tegmaydigan rangda, maloshniy ekan. Hali yop-yorug' tursa, kayfiyati ham bir ko'tariladi odamni. Panorama lyuklari bor ikkitadan. Ikkita pulti bor ekan, xuddi bir tuxum shakliga o'xshaydi ko'rsanglar. Qani eshigini yopaylikchi buni, voy. Qarang buni, roli tushyapti, sidiniya oldinga suryapti. Sidiniya birinchi rejimga qo'yib qo'ygan ekanda, sidiniya saqlangan. Shunda mashinaga o'tirganingizda, voy, sidiniyasizni shunday quchoqlaganini his qilasizda. Hop, yoqaylik chiqqani mashinamizni. Qarang mana yonishini qarab qo'ying. Polni samolyot bo'lib yotibdi, ichlari qarang. Buni richa qatta deb qidirib yurmaysizlar mana. Mana shu joyda o'zidan bemalol boshqarsangiz bo'ladi. DNRP bemalol boshqaraverasiz. Parking. Hop, mashinamizda o'zini o'zi parkovka qilish nimasi bor, funksiyasi bor. Sizga kerakli bo'ladigan hamma funksiya mana shu joyda yetarli. Abduf, abagriff, podagriff, klimat kontrol, cruise kontrol, polni hammasi bor. Panorama lyuklarigacha ham bor, ko'rishingiz mumkin. Benzin plus elektr bu. Tabloda ko'rsatib turibdi. Hozirgi nimasi bilan zapravkasi bilan 78 kilometr masofani bosib o'tadi, deyapti bu yerda. Xo'p, mashinamizda 360 largacha ham bor. Mana ko'rsanglar. Tepadan, yonboshdan ko'rsatib turibdi. Hozir orqa salonlar, orqasi o'rindiqlariga o'tib, alohida o'zimiz bir o'tirib ko'rsatamiz. Buni qarang. Bunaqasini bu pastda ham bor ekan, baricho'ga bitta. Bu yerda ham narsa solib qo'ysangiz bo'ladi. Klimat kontrol ishlab ketdi. Bu yerda ham alohida joy mavjud ekan, narsalarimizni qo'yib qo'yishimiz uchun. Juda ham bir yashirinchaga o'xshar ekan. Lekin mana bu tugmasi bo'lmaganda bilmasdim. Mashinaning orqa tarafiga o'tib ham ko'rsatamiz. Salonning ichini qaranglar buni. Chiroyli bo'lar ekan. Maloshnik salon ham juda chiroyli bo'lar ekan. Faqat ilgari qarashlisi zo'r bo'ladi deb o'ylardim, lekin bunisi juda ham o'ziga xos bo'lar ekan. Eshigini yopilishi ham boshqacha, qattiq yopiladi-da. Hop, qani bismillah. Shturkalari bor ekan, shturka pardasi. Abagriff bor ekan, stakan qo'yadiganimiz. Bunda ham orqasiga taxta material ishlatgan ekan.
O'rindiqlari bemalol o'zimizga moslab olsak bo'ladi. Bu ham elektronli. Tirsak qo'ygich, charchatmaslik uchun tirsak qo'yadiganlarimiz bor. Orqasiga o'tirganimda meni bo'yim 1.75 atrofida. Bir qarishcha joy turibdi. Undan ham ko'proq. Orqasida cho'ntechasi bor ekan, zaryadkasi mana bu joyda joylashgan ekan buniki. Bu yerda ham joyimiz mavjud. Spichkasini yoqar ekanman, yaqinlashtirib. Orqasida joylarigacha ham bor, zaryadka qilishimiz uchun. Orqa o'rindig'ini yotqizib qo'ygan ekan. Bu yerda 2 kishi, orqasida yana 3 kishi. Bu kattalar uchun mo'ljallangan, yosh bolalar uchun emas. Bemalol o'tirib ketishaveradi. Orqasida yana joyi bor. Bu yerda ham ventilyatsiya tizimi bor. 220 bor ekan, ko'rayotgan bo'lsanglar, zaryad qilishimiz uchun. Xo'p, orqasida konditsioner, ventilyatsiya tizimi.